Ozg'in qizda lekin qorinchasi bor, ozg'in qizda seluliti bor. Jinsiy aloqada umuman lazzat yo'q. Bu organizm sog'lom bolani dunyoga keltira olmaydi deb jinsiy maylni o'chiradi. Yechinganda hamma joy osilib yotgan bo'ladi. Nega mana ayollar bunaqa ozg'in chiroyli bo'lib yuribdi, mana ayolim bunaqa qila olmaydi. Uyat yoki shuni ham ochiq gapiradimi deb aytish mumkin. Hozir hamma narsa ochuv-sochuv bo'lib ketgan, hamma narsaga do'sti bor, chiroyli ayollarni ko'rishadi. Gormon desa, "Voy, menga gormon yozmang" deshadi birinchida. Orgazm olgan ayol ishoning hayotda kimnidir g'iybatini qilishga, kimnidir gaplashishga, ortiqcha narsa yeyishga vaqti bo'lmaydi. Ozdiradigan tabletka, choylar yoki ukollar hozir qilinyapti. Vроде бы vaznimiz ketdi, lekin organizmimizda boshqa o'zgarishlar boshlanadi. Demak, siz ayolingizni yomon ko'rar ekansiz dedim. Sog'lom yog'lar gormonlarimizni to'g'ri ishlab turishini ta'minlab beradi. 80 gemoglobin bilan tikka yuribdi-da yana. Mani erim shunaqa do'mboqqina bo'lib yurgandinglar deb o'zini sevib va o'zini eriga sevdira olishadi. Ayol kishida qindan hid kelish, qo'ltiqdan kelish, og'izdan hid kelishi bu yo parazitlardan bo'ladi yoki